Ustoz, bugun umuman dars qilgim kelmayapti. Juda zerikibman. Yaxshi. Yaxshi? Unda bugun faqat 5 daqiqa ishlaymiz. Rostdanmi? Ha, lekin bitta shart bor. Mana shu 5 daqiqa ichida sun'iy intellekt yordamida videorolik yaratasiz. Qanday yarataman? Hozir ko'rsataman. Assalomu alaykum. Men kitobman. Meni ko'proq o'qing. Endi o'zingiz qilasiz. 5 daqiqa vaqt ketdi. Xo'sh. O'zim ketdim. Iltimos meni Yo'q, bu men xohlagandaqa emas-ku. O'xshamayapti. Nima bo'ldi? Hozir bo'lib qoldi. Bo'ldi ustoz. Ustoz 5 daqiqa bo'ldimi? Ha, 30 daqiqa oldin bo'lgan edi. Nima? Juda qiyin ekan, lekin qiziq ham ekan. Bugungi mavzuyimiz ham shu edi o'zi aslida. Lekin ba'zilar bugun o'qishni xohlamayotgandi. Ustoz, hali vaqtimiz bor-ku. Ha, bor. Unda menga yaxshilab tushuntirib bering. Zerikib ketayotgandingiz-ku. Qiziqib qoldim-da. Unda davom etamiz.